Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va aka-uka opa-singillar. Kanalimizga albatta yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasi bilan like tugmachasini bosib qo'ysangiz foydali videolarimiz birinchilardan bo'lib sizga boradi do'stlar. Bugungi foydali videomiz qanday qilib uy sharoitida bo'y o'stirsa bo'ladi. Birinchi o'rinda yarim kilo jiydani 4 litr suvga qaynatib, usti yopiq holdagi idishda qaynatib 2 oy davomida har kuni ertalab 40 grammdan ichsangiz albatta bo'y o'sish nima qiladi, foyda beradi. Bu bo'y o'smaslikning nimasi? Vitamin yetishmaslikdan bu damlamamiz albatta sizga foyda bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu eng vitamini zo'r nimalardan. Albatta sinab ko'ring do'stlar. Hali o'zim yana bir aytib o'taman sizlarga. Hali o'zim foydalanganim yo'q. Kerak bo'lsa bo'y o'stirmoqchi bo'lsangiz, o'zimizda juda ko'p bolalar, masalan men o'zimning ham bo'yim past, xudo xohlasa borsam shuni sinab ko'rmoqchiman. Men eshitganimda sizlarga yanada foydali bo'lsin, kanalim bekor qolmasin deb turib sizlarga eshitganimda, ko'rganimda aytib bermoqchiman do'stlar. Noto'g'ri tushunaki yo'q. Xudo xohlasa bu albatta foydali bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Albatta qishda, bahorda bu foyda berishi mumkin. Bu tarafini ham aytib qo'yay do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan zo'r videolar chiqarish niyatimiz bor. Xudo xohlasa kam bo'lmaysizlar. Ko'rishguncha do'stlar.